o'ta ehtiyot bo'lish kerak yetimi molidan. Nimaga? U shunchalik masnun. Payg'ambarimiz alayhisalom ikkita haqdan ogohlantiraman. Yetim va ayollarning haqqidan. O'ta ogoh bo'ling. Umuman yaqinlashmang. Oldingi suhbatlarda aytilgan, yetimi bor joyda ehson kirmaslik kerak akalar. O'ta katta qoida qilib olaylik. O'tib qopti, janozaga bordik. Janozada imom domla aytadi, orqasida yetimlar qopti desa, undan ko'ra yordam berib, pul berib chiqib ketaylik. Ehson desa, voy birodar, shunga ehson chaqirib, qorni to'qlan yedirmaylik, o'zi yetim bilan. O'zi pul kerak, ertaga o'qish kerak. Ertaga bularga uyiga jihoz kerak, to'yiga pul kerak. Nima qilamiz? O hammanikini yedik. Endi yetimnikini ham yeylikmi? Yetim ham qolib ketmasinmi? Hech bir narsa qolmadi. Endi yetimni ham yeydigan bo'lsak, u qoringa olov yegan bo'lamiz. O'ylamaylik. Boshqalar solib beryapti. Yo'q, kerak emas u narsalar. Yetimni Alloh ogohlantirdimi Qur'onda? Bo'ldi, to'xtashimiz kerak. Chunki qorningizga olov yegan bo'lasiz deyapti.